Yaqinroq joylasha oldingizmi? Sizga korobka narxida 200 kvadrat metrli xonadon ko'rsataman. Bu xonadonimiz Yakkasaroy tumani Nukus ko'chada joylashgan. Bir tomonimizda Piramid Tower ko'rinib turadi, bir tomonimizda Mirabatskiy rayoni Gospitalka bozoriga yaqinroq joyda joylashgan. Kirib kelishimiz bilan bizani mana shunaqa kenggina hol kutib oladi. Holni kattaligini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Как mehmonxona sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Xo'p, mana bu joyimiz garderobli xona ekan. O'zingizlar ko'rib o'tib ketasizlar. Va bu xonadonda eng ayollarimizga yoqadigan joyi bu oshxonasi bo'ladi. Oshxonasini kattaligini ko'ring. Kirib kelishingiz bilan sizni mana shunaqa chiroyli oshxona kutib oladi. Mana bu yoqda o'rtada barniz stol ham qo'yib ketilgan ekan. Hamma mebel texnikalari qoladi xonadonimizda va bu yoqda mehmonxonasi joylashgan. Mehmonxonani ham o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Juda ham keng xonadonimiz. Xo'p, xonadonimizda o'bshiq hisobda 5 ta xona ekan. Mana bu joyda bitta detskiy xona joylashgan. Bitta mana shu xonamiz glukhoy tushgan. Qolgan hamma xonalarda oynalari mavjud. Va bu o'bshiq sanuzelimiz. Sanuzelda ham kengligini o'zingizlar ko'rib o'tib ketasizlar. Hamma sharoitlar qilib ketilgan. Va mana bu joyda bitta detskiy xonamiz. Detskiy xona ham ikkiga bo'lingan. Bir tomoni bolalar o'ynash uchun qilingan bo'lsa, bir tomonda ikkita adrenalin kravat qo'yilib, juda ham chiroyli holatda turibdi. Va bu kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasini ham ko'rishingiz mumkin. Anchagina keng va buni o'zini alohida sanuzel ham bor ekan. Bu ham anchagina keng. O'zingizlar ko'rib baho berib ketasizlar. Xonadonimizda 9 qavatli binoni 8-qavatida joylashgan, 200 kvadrat metr. $70,000 so'ralyapti, kelishadigan joylari bor. Opsioniyada nomer qoldiraman, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.